Gilamni yaxshisi mehmonxonada turadi. Uyida ikkita televizor bo'lsa, kattakan mehmon ko'rish uchun mehmonxonaga qo'yib qo'yadi. Divan kreslani mehmonxonaga qo'yib qo'yadi. Stolni mehmonxonaga qo'yadi. Bola yerda yotib olib orqasidan lampochka tushadi, lampochka turibdi, soyada ko'zini pirpiratib dars qiladi. Uni bu hayot emas, bolalaringga ber, bolalaring yerda yotmasin. Mehmon tagiga bitta qo'yni so'ymasdan o'sha qo'yinni sotdaginiki, go'shtni sotdaginiki, kalla choyg'azini kalsiy bolalarga sho'ra qilib berdan pulini olgandaginiki, bitta bolang bo'lsa, bitta, ikkita bolang bo'lsa, ikkita anaqa beradi, divan karavot beradi. Divan karavotni olib keladi, divan karavotda yotsin. Divan karavot olib bersa, ota bog'ga yotmag'in-ku deydi. Sen nima qilasan deydi. O'zi lekin Nexia minadi, eshak minmaydi, ota bobosi Nexia minmagan, eshak mingan. Nega eshak minmaysan degan savol yo'q. O'zgartirish kerak bu dunyo qarashni.